8-yanvardan 9-yanvarga o'tar kechasi o'g'aynim bilan mashinada ketayotganimizda efir qilayotgan bo'lgan ekan o'g'aynim. Men uni bilmay qolib, bitta-ikkita odamlar ismini eshitib qoldim ko'chadan, ularni tegi tanimayman. Kelib shu vaziyat bo'yicha tushuntirib berdim. Haydovchilik guvohnomam yo'qligini ham aytdim. Shunga yarasha chora ko'rishyapti. Ismlarni aytgan odamlar bilan men umuman aloqam yo'q. Ularni tanimayman, ko'rmaganman, haqiqatda ko'chada eshitganman. Shu jonli efirda zapis qilib tarqalib ketibdi bu. Har xil haqoratli so'zlarni shu yonimdagi do'stlarimga ishlatdim. O'rtog'im Aziz li rusumli mashinada chiqqanimda gayli shu to'xtatgan meni deb ma'lumot bergan. Bu ma'lumot yolg'on ma'lumot, hech qanaqa anusi yo'q. Anusi to'g'ri ma'lumot yo'q u yoqda, hammasi yolg'on. Men shu TikTok ilovasida jonli efir qilganimda haqoratli so'zni ishlatganim uchun jarima qo'llashdi va bu ishimga pushaymonman va hech kimga aniqmen tavsiya bermayman unaqa qilishni. Kecha o'zimni tanishim shu o'zini BYD'sida harakatlanayotganda men uni to'satdan ko'rib qoldim. Orqasiga tushib oldim. O'rtog'im yonida sherigi o'tirgan, u ham tanish. U jonli efir qilib ketgan ekan. Shu jonli efir qilib shu GAI xodimlarini haqoratlab, har xil gaplar gapirishgan. Men bu narsadan xabardor bo'lmaganman. Jonli efir bo'layotganidan, GAI xodimlari hujjatlarimni taqdim qilishligimni so'rashdi. Lekin shu joyda hujjatlarim uyda qolib ketgandi. Pravam, ID'larim, kartalarim va men hujjatlarimni taqdim qila olmadim. Shu sababli menga ham hujjatsiz kelib shu joyga kelganim uchun menga ham shu chora ko'rishdi va shtraf qo'yishdi. Bu ishimizdan ham pushaymonmiz. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Uchrashganda akamni pravasini ko'rsatdim. Mashina raqami 334 BYD, qora BYD edi. Haydovchilik guvohnomaga egamisiz? Prava yo'q. Haydovchilik guvohnomaga ega emassiz, to'g'rimi? Yo'q. Qilgan ishimdan pushaymonman. Endi boshqa qaytarilmaydi.